Diyetalarning turi har xil bo'ladi. Masalan, keto diyeta. Keto diyetada bu hali aytganimdek organizmimiz talab qilayotgan oqsillar beriladi. Uglevodlar hammasi olib tashaladi. Lekin organizmimizga qanaqadir miqdorda uglevod ham kerak. Shuning uchun faqat keto diyetada tez ozish keyinchalik yanada tezroq tana vaznini ko'payishiga sababchi bo'lib qolishi ham mumkin. Lekin agarda inson shunaqa ovqatlanishni butun umrga yo'lga qo'yib qo'ysa, bu albatta foyda bo'ladi, chunki ular iste'mol qilayotgan ovqatini to'g'ri ovqatda tanlab olishni o'rganishadi. Interval ochlik bor. Interval ochlik ham foydasi bor. Ya'ni bunda kun davomida faqat bir marta yoki 2 marta ovqatlaniladi. Qolgan payt ochlik hissi, och bo'lib yurishadi. Och bo'lgan insonda jigar ham o'zini o'zi davolashni boshlaydi. Och bo'lgan insonda oshqozon osti bezidan insulin chiqishi kamayadi, insulin rezistentlik kamayadi. Och qolgan insonda modda almashinuvini ham o'zgarishi, ya'ni yaxshi tomonga o'zgarishini kuzatish mumkin. Shuning uchun masalan roza tutiladi yoki boshqa dinlarda ham och qolish o'zini marosimlari bor. Bu organizm uchun foydali. Lekin uni ham qachonki oshqozonda yazvasi bo'lmasa, jigarda sirroz bo'lmasa va boshqa kasalliklari bo'lmasa qilish mumkin.